2025-yil 1-iyundan nimalar o'zgaradi? Nogironlik bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlarga subsidiya ajratiladi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlariga 50 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Subsidiya surda tarjimon, psixolog va hamrohlik xizmatini tashkil qilish xarajatlarini qoplash uchun ajratiladi. Jismoniy shaxslarga hamrohlik xizmatini o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ko'rsatishga ruxsat beriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida 2026-yil 1-yanvardan boshlab respublikaning qolgan hududlarida birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat sharoitlari asosida ishga qabul qilgan yoki shunday ishga joylashishiga ko'maklashgan tadbirkorlik subyektlariga 500 million so'mgacha subsidiya ajratish yo'lga qo'yiladi.